ansambli tanlovining Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qaroriga asosan joriy yildan boshlab maktablarda iqtidor badiiy havaskorlik jamoalari tashkil etilib, jamoalar o'rtasida iqtidor maktab ansambli respublika tanlovi o'tkazilishi belgilangan. Bu yil ilk bora tashkil etilayotgan tanlovning Buxoro viloyatidagi 13 ta tuman shaharlarda hududiy bosqichlar yuqori saviyada o'tkazildi. Unda havaskor o'quvchilarning musiqa cholg'ularini chalish mahorati sinovdan o'tkazildi. Tanlovga o'zimni doira yo'nalish bo'yicha o'zimni sinab ko'rdim. Boshqa ishtirokchilar ham yaxshi chiqish qildilar. Men ulardan juda ham ko'p narsani o'rgandim. Yangi tanavor asarni olib chiqdik. Bunda biz 8 ta cholg'udan foydalandik. Bir oy davomida o'qituvchimiz bilan o'zlari har bittalari bitta shug'ullanib, ustimizda ishlab, mana bugunga kelib yaxshi ijro qildik. O'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish va musiqiy iste'dodlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi tanlov shahar va qishloqlardagi mavjud barcha umumta'lim maktabi o'quvchilarini qamrab oldi. Bunda professional ijrochilar emas, oddiy maktab o'quvchilarining musiqa faniga oid bilim va ko'nikmalari sinaldi. Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari bo'lmasa-da, o'quvchilarimiz juda ham chiroyli kuylarni chalib, umumta'lim maktablarimizdagi musiqa fani o'qituvchilarimizga berilgan bahoni qo'yib berdi desam, anglashilmagan bo'laman. Barcha tumanlarda bo'lib o'tgan tanlovda 6-10 sinf o'quvchilaridan iborat ansambl jamoalari milliy urf-odatlarga xos chiroyli liboslarda yuksak tayyorgarlik va ijodiy yondashuv bilan qatnashdilar. Har bir chiqishlar oliy ma'lumotli mutaxassislar tarkibidan iborat hakamlar tomonidan baholandi. Tuman shahar bosqichidan saralanganlar tanlovning Buxoro viloyat bosqichida ishtirok etadi. Tanlovning respublika bosqichi g'oliblari esa xorijiy davlatga ta'lim sayohatiga yuboriladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.